Bitta videomda aytgandim, esingizda bo'lsa, bitta inson dadamni Hasan Chuchqa deb haqorat qilibdi degandim, esingizda bo'lsa. Men ana shu gapga va'da bergandim. Dadamni Hasan Chuchqa deb aytganlar, bir kun Hasanboy degan nomga yetkazaman. Qiz bola bo'lsa ham, men o'sha narsani dadajon hamma oldingizga va'da beraman degandim. Allohga shukr, o'sha va'damni ustidan men chiqa oldim. Endi sizga yana bitta va'da bermoqchiman. Farzandlik burchim va eng oliy niyatlarimdan biri sizni Hasanboy nomidan Hasanxon Hoji Eshonboy nomiga olib chiqishni niyat qildim. Allohimga hammasi oson. Yana sizlarga yuzlanaman. Duo qilib qo'ysa, ota-onam bilan Makka va Madinada video qo'yish va ota-onamni umra safariga yuborish nasib qilsin. Bu niyat har bitta farzandga nasib ro'za aylasin. Ilohim to'g'risi juda ham xursandman. Uyim bitta usti yopilgani uchun hammangizga duo qilgan har bittangizga juda ham katta rahmatimni aytaman. Ilohim, Allohim sizdan ham martabangizni doim ulug' qilsin. Hammamiz yuzimizni Allohim yorug' qilsin, topganimizga baraka bersin. Ota-onamizni rozi qiladigan farzandlar bo'lishi har birimizga Alloh nasib ro'za aylagan bo'lsin. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.